Shaxsiy chegara inson hayotida juda ham muhim. Men buni ko'p gapiraman va gapirishdan ham charchamayman. Nima uchun buni muhimligini hozir sizlarga bitta misolda tushuntirib beraman. Qarang, yaqinda qabulimga bir ayol keldi. U ayolni erining ikkita xotini bor. Va bu erkak ikkita xotinga ikki xil muomala qiladi. Ya'ni bittasi любовницasi, bittasi xotini va aytadiki, xotiniga aytadiki, "Sen pul bermasang ham chidaysan. Seni mana qilishga haqqing yo'q. Kerak bo'lsa uyda o'tirasan. Kerak bo'lsa meni aytganimni qilasan. Kerak bo'lsa mamnaqa. O'zining hamma условияларni qo'yadi. Lekin любовницаga, jazmaniga faqatgina uni hamma xohishlariga rozilik beradi va hamma aytganlarini qiladi. Har doim u ayolning xohishlarini hurmat qiladi. Keyin yig'layapti bu ayol, nimaga menga erim shunaqa munosabat qilmaydi? Va ikkinchi misol shunaqa holat bo'ldiki, ikkita kelin ovsin, bitta joyda yashashadi, bir xil hamma mehnatni qilishadi, hamma muomalani bir xil qilishadi. Lekin qaynona bitta kelinni ezadi, ikkinchi kelinni esa chegarasini buza olmaydi. Kerak bo'lsa, u uxlayotgan vaqtida uni uyg'otmaydi. Kerak bo'lsa, uni uyiga kirmaydi. Kerak bo'lsa, uni narsasiga aralasha olmaydi. Kerak bo'lsa, unga qanaqa ovqat qilishni yoki uyni qanaqa yashirishni hech narsani o'rgata olmaydi. Boshqa kelinga esa kerak bo'lsa, eri bilan qanaqa yotishni ham indamasa, bugun yotsa bo'ladimi, yo'qmi, qanaqa gaplashish keragicha, qaysi kiyimni kiyish kerakligigacha aralashadi. Nima deb o'ylaysizlar? Bu ikki xil toifadagi munosabatda ikkita ayolni qanday muammolari yoki plyus tomonlari bor. Albatta, birinchi ayol aytadiki, "Men boshqalarni xafa qilib qo'ymay, boshqalar meni yomon ko'rib qolmasin, boshqalar mendan xafa bo'lmay qolsin. Lutchi men hamma narsaga chidayman. Lutchi men nima desa xo'p deyman va men qulay ayol bo'laman va men ularga har doim xo'p deyman." Ularga nima desam xo'p deyishim kerak. Unga yoshligidan shunaqa o'rgatilganki, nima desam xo'p deyishim kerak. Bizda bilasizlarmi, shunaqa gap bor. Boshingdan qaynoq suv quysa ham xo'p degin, boshingdan qaynoq suv quysa ham sabr qilgin deyshadi. Lekin aslida bu narsa xato. Aynan o'sha o'zining chegaralarini himoya qila olmasligini oqibatida juda ham ko'pchilik ayollar psixologik va fiziologik og'riqli kasalliklarga uchrashadi. Ya'ni siz xafa bo'ldingiz, lekin xafa bo'lganingizni hech kimga ayta olmaysiz. Siz xohlamagan ishingizni qilishga majbursiz, lekin hech kimga ayta olmaysiz. Aytsangiz xafa bo'lib qolishdan qo'rqasiz va yoshligingizdan sizga aqlli qiz bo'lishingiz kerakligi, hech kimga hech narsa pretenziya aytishingiz kerak emasligi, o'zingizning fikringizni bildirish kerak emasligi uqtirilgan. Ikkinchi ayol esa har doim baxtli yashaydi, chunki har doim o'zini tanlaydi, har doim o'ziga komfort narsani qiladi, har doim o'ziga yoqqan ishni qiladi, har doim o'z chegarasini joyida qo'yib qo'yadi. Va nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir ayolga yashash osonroq? Hamma narsaga xo'p deydigan, voy urush bo'lmasin, voy janjal bo'lmasin, voy mendan xafa bo'lmasin, voy mendan ko'ngli qolmasin deydigan ayolgami? Yoki yo'q, men xohlagan narsamga erishaman, men xohlagan narsam bo'lishi kerak. Meni chegaram buzilishi kerak emas. Meni intim zonamga, ya'ni meni spalnyamga bostirib kirish kerak emas. Meni erim bilan munosabatimga aralashish kerak emas. Meni farzandim bilan o'rtamdagi munosabatga aralashish kerak emas degan ayol ko'proq baxtli bo'ladimi? Bilasizlarmi? Shaxsiy chegarasi yo'q ayollarning farzandlari ham shaxsiy chegarasi yo'q bo'ladi. Ularni ham hayotiga hamma aralashsa bo'ladi. Ularga ham hamma aql o'rgatsa bo'ladi. Lekin shaxsiy chegarasini joyida qo'yib qo'ygan ayollarga va ularning farzandlari ham ulardan o'rnak olib yaxshi yashashadi. Shaxsiy chegaraning buzilishi sizda doimiy stresslarga, doimiy kasalliklarga, asab kasalliklariga, oxir oqibatda asab ruhiy kasalliklarga, oxir oqibatda infarkt, insult, har xil xafagarchilikdan kelib chiqadigan og'ir kasalliklarga olib kelishi mumkin. Va men o'ylaymanki, sizning sog'lig'ingiz juda ham muhim. Shaxsiy chegarangizning qo'yilishi, bu san bo'ldi, egoist bo'lib qolding, seni hamma bilan janjal qilishing kerak, sen hammaga o'zingning gapingni o'tkazishing kerak degani emas. Bilasizmi, o'zini shaxsiy chegarasini hurmat qilgan odam boshqalarning ham shaxsiy chegarasini buzmaydi. Masalan, meni telefonimga tegma, bu mening narsam desa, uni ham telefonini titmaydi. Biz nima qilamiz? Hamma narsani qasha qilamiz. Sizning hayotingizga qaynona ham aralashadi, qo'shni ham aralashadi, qaynsingil ham aralashadi. Siz ham borasizda, masalan, ukangizning hayotida kelinga aralashasiz, hamma narsaga aralashasiz. Bilasizmi? Agar oilali uchinchi shaxs aralashmasa, baxtliroq bo'ladi.
Bilasizmi, judayam ko'p oilalar aynan shu boshqa shaxslarning aralashuvidan ajrashib ketadi. Er-xotin urushadi, yarashadi, bitta seks qiladi, o'ziga kelib oladi. Lekin 3-odam aralashdimi, 3-odam gijigijlashni boshladimi, 3-odam aql o'rgatishni boshladimi, ko'pchilik hollarda oddiygina kichkina kelishmovchilik ham katta janjalga, ajrimlarga aylanishi mumkin. Siz o'ylab ko'ring, birgina kimnidir hayotingizga kelib ketadigan bir insonni ko'ngli xafa bo'lmasligi uchun, onangiz shunaqa yashaganligi uchun, onangiz shunaqa o'rgatganligi uchun arziydimi sizni o'zingizni hayotingizni, sog'ligingizni qurbon qilish? Men o'ylaymanki, sog'ligingni qurbon qilish hech kimga arzimaydi. Chunki sog'lik bir shunday bir shisha idishga o'xshaydiki, u bir marta sindimi keyin uni qaytib tiklash juda ham qiyin. Shuning uchun sog'ligingizni asrash kerak. Ya'ni ko'ryapsizmi, shaxsiy chegarani qo'ymaslik sizni hayotingizga qancha muammolarga olib keladi. Oddiygina er-xotin urushda kechqurun yarashib bemalol bir bilan to'shakka kirib, ertalab yarashib ketishi mumkin bo'lgan joyda qaynona aralashdimi, erkakga aql o'rgatdimi, erkak achchiq qiladi, uni alamiga yana qiz achchiq qiladi va bu janjal kattalashib ajrimgacha olib kelishi mumkin. Agar siz farzandingizga ham xuddi shunaqa hayotni ravo ko'rmasangiz, unda siz o'rganishingiz kerak shaxsiy chegarangizni qo'yishga. Toki siz nimanidir bilmaguningizcha sizni farzandingiz bo'lmaydi, bilmaydi bu narsani. Va eng og'riqli savolni beraman. Siz xohlaysizmi farzandingiz sizga o'xshagan hayotni yashashini? Hech qaysi birimiz farzandimiz bizga o'xshagan hayotni yashashini xohlamaymiz. Shunday ekan, birinchi o'rinda nima qilish kerak? O'zingiz baxtli bo'lish kerak. Biz qachon baxtli bo'lishni bolalarimizga o'rgatamiz? O'zimiz baxtli bo'lsak, siz qachon ingliz tilini farzandingizga o'rgata olasiz? O'zingiz ingliz tilini bilsangiz-da, o'zingiz ingliz tilini bilmasangiz, qayerdan o'rgatasiz uni? Siz farzandingizga. Shu narsani har doim his qilish kerak. Va albatta, men hamma kurslarimda shaxsiy chegarani qo'yishni o'rgataman. Shaxsiy chegarani qo'yish bu kurashish, janjal emas. Chiroyli qilib, murosa qilib, mohironalik bilan siz o'zingizni shaxsiy chegarangizni qo'yishingiz va atrofdagi insonlarni bu shaxsiy chegarangizni hurmat qilishini boshlashini yo'lga qo'yishingiz mumkin. Buni chiroyli qilib o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta bu narsani Renaissance Pro'da men o'rgataman. Renaissance Pro haqida ma'lumot olish uchun mana shu videoni tagidagi silka orqali ma'lumotlaringizni qoldiring. Biz sizga bog'lanamiz va sizga to'liq ma'lumot beramiz. Albatta siz bundan tashqari ham juda ko'p narsalar olasiz, hayotingizni o'zgartiradigan va siz barchasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Va bitta iltimos sizlardan, raqamingizni qoldiringizmi? Albatta to'g'ri raqamni qoldiring va sizga qo'ng'iroq qilinganda ko'tarib ma'lumotni olishga harakat qiling. Ishoning, bizning hayotimiz shundoq ham chiroyli. Sizni o'qitsak ham, o'qitmasak ham biz baxtli yashayapmiz. Bizning hayotimiz go'zalligida davom etadi. Sovg'alar olishda, sevilishda davom etamiz. Lekin siz hali ham chirib yashayapsiz. Bundan keyin ham chirib yashaysiz. Aynan o'sha chirigan hayotingizni go'zallashtirish uchun biz sizga imkoniyat bermoqchimiz. Bu imkoniyat sizni ozgina pulingizni olib biz boyib qolmaymiz. Lekin bu imkoniyat sizni hayotingizni chiroyli qiladi. Ketasiz, borasiz, eri sayohatga olib chiqayotganlar bor. Katta mashinalar olib berayotganlar bor yoki hovlilar olib chiqib alohida yashatib tillalarga ko'mayotganlar bor. U sizlar olasizlar u natijalarni. Sizlar mazza qilasiz. Men ham qarab, voy, mazza deb havas qilib o'tiraman. Qanaqa o'qigan bo'lsa, nima qilgan bo'lsa shu qizlar, qanaqa unaqa rezultatlarga erishgan bo'lsa deb. Sizni hayotingiz biz bergan imkoniyatni olmaganingizda chirishda davom etadi. Shuning uchun ham men har doim o'zining hayotini chiroyli, eng zo'r 100% lazzatda yashashni istagan insonlar bilan ishlayman. Qolganlar esa tayyor bo'lgunicha ularga o'z muammolari bilan qolishga, o'z muammolarida ancha qovurilishga, o'z botqog'ida botib yashashga biz ruxsat beramiz. Bemalol siz o'zingizni botqog'ingizda davom etishingiz mumkin. Aslida har bitta insonning hayoti o'zini qo'lida. Nafaqat sizni hayotingiz, balki siz farzandlaringizni ham hayotiga mas'ulsiz. Siz qanday yashasangiz, farzandlaringiz ham shunaqa yashaydi. Siz chiroyli yashasangiz, chiroyli yashaydi. O'ylamang, bolam mendan baxtli bo'ladi. Yo'q, bolangiz xuddi sizga o'xshagan hayotni yashaydi. Men misolman, men onam eri bo'lmagan, erdan pul so'ramagan, eri boqmagan, har doim ishlagan, har doim qiynalgan. Mana hali ham o'sha situatsiyadan chiqib keta olganim yo'q. To'g'ri, hozir erimga pulimni keragi yo'q. Endi har doim ham kerak bo'lmagan, lekin men pulni ola olmaganman. Hozir mazza qilib pulni ham ishlataman, sayohatga ham boraman. Lekin baribir shu mehnat qilish, ertadan kechgacha ishlash prinsipidan men hali chiqib keta olmayapman. O'zimga har doim ham
mazza qilib dam olishga ruxsat berolmayman. Bu mani onamdan qon-qonimga o'tib ketgan, butun umrim davomida ko'rgan ssenariy. Chunki qush uyasida ko'rganini takrorlaydi. Sizni qushchalaringiz ham uyasida sizga o'xshab qiynalib, sabr qilib, og'zidan qoni kelsa ham tishini tishiga qo'yib chidab yashamasligini istasangiz, unda siz hozir hayotingizni chiroyli qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, mana shu videoning tagidagi ssilka orqali raqamlarimizni qoldiramiz va albatta mani menejerlarim juda ham aqlli, o'ta bilimga ega bo'lgan qizlar. Bu qizlarni telefon qilganlarida diqqat bilan eshitamiz, ma'lumotlarni olamiz va siz bilan albatta Renaissance Pro'da ko'rishamiz. Chunki boshqacha bo'lishi mumkin emas. Sizlar hammalaringiz baxtli bo'lishga majbursizlar, o'zingiz uchun ham, farzandlaringiz uchun ham. Buni esa bu baxtga borishning bittagina yo'li bu Renaissance Pro hisoblanadi. Demak, Gold tarifda lichna men bilan ko'rishasizlar, sizlar bilan Gold tarifda ko'rishamiz.